Ishxonamizda kollektiv xarajat uchun pul mablag'larini to'plash maqsadida o'z bank kartamni rasmga tushirib, barcha xodimlarga yuborgandim. Agar ushbu rasm g'araz niyatli kimsalar qo'liga tushsa, kartadagi mablag'larni yechib olishlari mumkinmi? Ha, bunday holatda o'z mablag'laringizdan ayrilib qolishingiz xavfi yuqori. Kartaga pullarni qabul qilish maqsadida karta rasmini to'liqligicha yuborishdan saqlang. Chunki bank kartasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar, amal qilish muddati firibgarlar qo'liga tushib qolsa, mobil ilova orqali mablag'larni boshqa kartaga o'tkazish yoki ularni boshqarishga urinish mumkin. Shuni bilingki, karta bilan bog'liq barcha operatsiyalar bank kartasi ulangan telefon raqamiga yuborilgan bir martalik kodlar bilan tasdiqlash orqali himoyalangan. Bunday vaziyatda bank kartasi egasi SMS tasdiqnomalarini hech kimga oshkor etmasligi lozim.